Assalomu alaykum qadrdonlar, azizlar. Mana Nisomin sanatoriyasining tepa qismiga kanatkadan tepaga chiqib oldik. Tepasi juda sovuq ekan. Lekin dahshat, hamma tomon chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Kanatkalar mana kirib kelyapti. Mana kanatkalar. Amakilar mazaq aylanib yuribdi. Tabiatning zo'rligini qarang. Tabiat shunchalik zo'r. Toza havo, yomg'irmi, qormi bir narsalar tomchilar maydalab uryapti. Sazanchik restorani. Hozir ovqatlanib olamiz maza qilib. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r joylar. Kanatkadan mana chiqishyapti. Bolalar bilan kelib, bolalar maza qilib o'ynaydigan joylar ekan. Mehmonxonalar mana. Mehmonlar bor. Hozir endi oyna ko'prikka, zipline-ga boramiz. Maza qilib aylanadigan joylar. Keling, aylaning, maza qiling, toza havodan bahramand bo'ling. Maza joylar. Odam ko'p. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Zomin tog'larining eng cho'qqisiga, o'sha osma ko'prik, shisha ko'prik degan joyga keldik. Mana 305 metr ekan uzunligi. Ko'prikning markazidan to pastki jarlikning tagigacha bo'lgan masofa 150 metr ekan. Ko'prikning uzunligi 305 metr. Mana bu joy mana bu.